Salom azizlar. Bugun osmon bizga g'ayrioddiy signal yubormoqda. Venera va Oy o'rtasidagi uyg'unlik his-tuyg'ularni kuchaytiradi. Yuraklar esa sezgir bo'ladi. Ba'zilar uchun bu kun yangi boshlanish, boshqalar uchun esa muhim qaror kuni bo'ladi. Keling, yulduzlar sizga aynan bugun nimalarni aytmoqchi, shuni birgalikda bilib olaylik. Qo'y burji vakillari, bugun siz uchun harakat va dadillik kuni. Eski rejalaringizni yana bir bor ko'zdan kechiring. Endi ularni amalga oshirish vaqti keldi. Ish joyida o'z fikringizni aytishdan cho'chimang. Atrofdagilar sizning yetakchilik fazilatlaringizni sezadi. Muhabbatda esa kutilmagan uchrashuv yoki yoqimli suhbat yuragingizni iliq qiladi. Yolg'iz qo'ylar uchun bu kun yangi tanishuvlarga ochiq bo'lish vaqtidir. Ammo shoshilish kerak emas. Har bir narsa o'z vaqtida bo'ladi. Pul masalasida esa har bir xaridni o'ylab qiling. Sabr sizga foyda keltiradi. Kechqurun sizni kutilmagan yaxshi yangilik yoki yoqimli mehmon kutishi mumkin. O'zingizni jismonan tetik tuting. Kichik mashq yoki sayr sizni ruhlantiradi. Bugun sizda omad bor, faqat ishonch bilan harakat qiling. Buzoq burji vakillari, bugun biroz sokinlik istasangiz ham kun sizga o'z sinovlarini olib keladi. Ba'zi odamlarning so'zlari yuragingizga og'ir botishi mumkin, lekin bu faqat vaqtinchalik holat. O'zingizni tinglang, sekinroq harakat qiling va voqealarga chuqurroq qarang. Ishda sizning mehnatingiz e'tiborga olinadi. Sabr va fidoyilik sizga baraka olib keladi. Moliyaviy jihatdan ham foydali kun bo'lishi mumkin, lekin shoshilmang. Har bir qarorni o'ylab qiling. Muhabbatda esa kechqurun romantik lahzalar kutilmoqda. Ozgina mehr va tabassum hammasini o'zgartiradi. Agar o'zingizni charchagan his qilsangiz, dam oling. Sokin musiqa yoki tabiat qo'ynida sayr sizni yangilaydi. Bugun siz uchun eng muhim narsa xotirjamlikni saqlash va yuragingizni toza tutish. Egizak burji vakillari, 14-noyabr kuni egizaklar uchun yangilanish va o'zgarish havosi esadi. Bugun sizda odamlar bilan muloqot qilish, o'z fikringizni aniq ifodalash va yangi tanishuvlar o'rnatish uchun qulay imkoniyatlar paydo bo'ladi. Ishda ijobiy fikrlaringiz bilan boshqalarga ilhom bag'ishlaysiz, lekin bir vaqtning o'zida ortiqcha vazifalarni zimmangizga olmang. Muhabbat bobida sizni qiziqarli suhbatlar, samimiy his-tuyg'ular va kutilmagan e'tiroflar kutilmoqda. Agar yolg'iz bo'lsangiz, bugun kimnidir yuragingizga yaqinlashtirishingiz mumkin. Juftlikda esa ochiqchasiga gaplashish tushunmovchiliklarni yumshatadi. Kechga borib ilhomingiz oshadi, yangi g'oyalar tug'iladi. O'tgan narsalarga yopishib qolmang. Hayot sizga yangi sahifa ochishga chaqiryapti. O'zingizga ishoning, omad siz tomonda. Qisqichbaqa burji vakillari, 14-noyabr kuni Qisqichbaqa burji uchun tinchlik va ichki muvozanat kuni bo'ladi. Bugun siz his-tuyg'ularingizni boshqarishni, o'tmishdagi og'riqli xotiralarga xotirjam qarashni o'rganasiz. Ishda sabr va izchillik sizni muvaffaqiyat sari olib boradi. Hozircha katta qarorlar qabul qilishga shoshilmang. Sevgida esa yuragingiz ochiq, lekin hislaringizni ifoda etishda biroz ehtiyotkorlik zarur. Moliyaviy tomondan barqarorlik kuzatiladi, lekin sarmoya yoki katta xaridni keyinga surganingiz ma'qul. Kechqurun esa oila davrasida vaqt o'tkazish, tinchlik va shukronalik kayfiyati sizga iliqlik bag'ishlaydi. Hayot sizni yumshoq tarzda yangilikka yetaklamoqda. Shunchaki yuragingizni tinglang. Arslon burji vakillari, bugun sizni quvnoq kayfiyat, kuchli ishonch va yangilik istagi kutmoqda. Hayotingizda yangi eshiklar ochilishi mumkin, faqat jur'at qiling. Ishda o'z fikringizni dadil ayting, lekin ortiqcha ishonch bilan haddan oshmang. Kimdir sizni kuzatyapti.
Bu sizning mehnatingiz e'tirof etilishining belgisidir. Pul borasida esa bugun tejang. Dabdaba keyin ham bo'ladi. Oilada mayda gap so'zlarga e'tibor bermang. Tinchlikni saqlash muhim. Sevgida esa iliq tuyg'ular kuchayadi. Kimdir sizni hayratga soladi yoki siz kimnidir ilhomlantirasiz. Kun oxirida esa bir kutilmagan xabar yoki sovg'a yuragingizni quvontiradi. Qisqasi, bugun tabassum bilan harakat qilsangiz, omad siz tomonda. Parizod burchi vakillari. Bugun biroz og'irlik va o'y-xayol ko'p bo'lishi mumkin, lekin buni salbiy qabul qilmang. Bu hayot sizga nimanidir o'zgartirish kerakligini eslatmoqda xolos. Ba'zi ishlar kutilmaganda to'xtab qolishi mumkin, ammo bu vaqtinchalik. Ishda sabr bilan harakat qilsangiz, oxir-oqibat sizning mehnatingiz tan olinadi. Pul masalasida ehtiyot bo'ling. Keraksiz xarajatlardan saqlaning. Sevgida esa tushunmovchiliklarni yumshoq so'z bilan hal eting. Yolg'izlar uchun kutilmagan uchrashuv iliq hislar olib keladi. Kechqurun esa yoqimli xabar yoki kichik sovg'a kayfiyatingizni ko'taradi. Asosiysi, bugun o'zingizni ayang, dam oling, fikrlaringizni tartibga keltiring. Har bir voqea sizni yaxshilik sari yetaklayapti. Bunga ishoning. Tarozi burchi vakillari. Bugun his-tuyg'ularingiz biroz tarang va og'ir bo'lishi mumkin. Siz odatlaringiz va maqsadlaringizni qayta ko'rib chiqishga moyil bo'lasiz. Ishda va moliya masalalarida sabrli bo'lish muhim. Shoshilinch qarorlar noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin. Sevgi hayotingizda hissiyotlar kuchli, ammo bahs va tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bo'sh vaqtingizni dam olish, yurish yoki sevimli mashg'ulotlarga sarflang. Bu ruhingizni ko'taradi. Yaqinlaringizni maslahatlarini tinglash bugun juda foydali bo'ladi. Bolalar va do'stlar bilan vaqt o'tkazish kayfiyatingizni ko'taradi. Sabrlilik va ongli yondashuv sizga juma kunini muvaffaqiyatli o'tkazishga yordam beradi. Bugun o'zgarishlarga ehtiyojingizni his qilasiz, lekin har bir qadamni o'ylab bosing. Chayon burchi vakillari. Bugun his-tuyg'ularingiz biroz beqaror bo'lishi mumkin. Sevgi va yaqin aloqalarda tushunmovchilik yuzaga kelish ehtimoli bor. Shuning uchun avvalo his-tuyg'ularga berilmang va sabrli bo'ling. Ish va moliya masalalarida strategik yondashuv foydali bo'ladi. Shoshilinch qarorlar salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ichki fikrlaringizni tartibga soling. O'zingizga vaqt ajrating. Dam olish va yurish orqali ruhiy barqarorlikni saqlang. Yaqinlaringiz va do'stlaringiz bilan muloqot sizga yordam beradi. Bolalar yoki oilaviy masalalar diqqat talab qilishi mumkin. Bugun muhim qarorlarni kechiktirish va hissiyotlaringizni nazorat qilish eng oqilona yondashuv bo'ladi. O'z-o'zini anglash va hissiy balansni saqlash sizga kun davomida muvaffaqiyat va tinchlik olib keladi. Ertangi kun uchun rejalaringizni xotirjamlik bilan ko'rib chiqing. O'qotar burchi vakillari. Bugun siz uchun hissiy va ishdagi energiya nozik. O'zaro munosabatlarda tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling va har bir gapni 2 marta o'ylab ayting. Ish va loyihalarda strategik yondashuv foydali bo'ladi. Pulingizni kuzatib boring va keraksiz xarajatlardan saqlaning. Oilaviy va yaqinlaringizning ehtiyojlariga e'tibor bering. Bu sizga xotirjamlik beradi. Sevgi hayotingizda ehtiros va joziba bor. Ammo munosabatlarda o'z maqsadlaringizni birinchi o'ringa qo'ymaslikka harakat qiling. Ba'zi yolg'iz o'qotarlar uchun yangi uchrashuvlar imkoniyati mavjud bo'ladi. Ammo sabr toqat bilan yondashing. Bugun sizning kuchingiz ichki intizom va vaziyatni anglab qaror qabul qilishda. Ertaga rejalaringizni yaxshilab ko'rib chiqish va o'zingizga vaqt ajratish muvaffaqiyat va barqarorlik olib keladi. Tog' echkisi burchi vakillari. Bugun siz uchun moliya va xavfsizlik masalalari dolzarb bo'ladi.
Moliyaviy qarorlar qabul qilishda ehtiyotkorlik foydalidir. Keraksiz tavakkalchiliklardan uzoqroq turing. Ishda sizning mas'uliyatingiz va mehnatingiz e'tirofga loyiq. Sevgi hayotingizda o'zgarishlar kunini kuting. Agar siz munosabatlarda bo'lsangiz, juftingiz bilan muloqot muhim bo'ladi. Chunki noaniqliklar yuzaga kelishi mumkin. Salomatlikni saqlash uchun tanaffuslar va yengil mashqlar foydali. Bugun ijodiy yondashuv va yangi fikrlarni sinash imkoniyatlari mavjud bo'ladi. Umuman olganda, kuningizni ehtiyotkorlik, ongli reja va mas'uliyat orqali samarali o'tkazing. Har bir qaror sizni uzoq muddatli muvaffaqiyat va xotirjamlikka yaqinlashtiradi. Qovg'a burchi vakillari, bugun siz uchun hissiyotlar va fikrlar jiddiy tus oladi. Ishda mas'uliyatli va qat'iyatli bo'lishingiz muhim, lekin shoshilinch qarorlar qiyinchilik tug'diradi. O'z g'oya va rejalaringizni ehtiyotkorlik bilan baham ko'ring, chunki ba'zi odamlar hurmatni oson qozonmasligi mumkin. Moliyaviy masalalarda esa ehtiyotkorlik va puxta reja sizni himoyalaydi. Sevgi hayotingizda kichik noaniqliklar paydo bo'lishi mumkin. Munosabatlaringizni chuqurroq tahlil qilish va ochiq muloqot qilish foydali bo'ladi. Yolg'iz qovg'alar uchun yangi uchrashuvlar imkoniyatlari mavjud. Ammo sabr va o'z-o'zini anglash muhim. Salomatlikni saqlash uchun tanaffuslar qiling va ortiqcha o'ylashdan qoching. Bugun tabiatning go'zalligi sizni ilhomlantirishi, ijodiy energiyangizni oshirishi mumkin. Baliq burchi vakillari, bugun o'z hissiyotlaringizga ishoning. Badiiy va ijodiy faoliyat gullab yashnashi mumkin. Yangi g'oyalar sizni hayratda qoldiradi. Moliyaviy masalalarda ehtiyotkor bo'ling. Loyihalaringiz kutilgan natijani bermasligi mumkin. Shuning uchun aql bilan qaror qabul qiling. Sevgi hayotingizda chuqur hissiyotlar aloqani mustahkamlaydi. Agar turmush qurgan bo'lsangiz, juftingiz bilan muloqot muhim. Yangi kelishuvlar uchun imkoniyatlar mavjud. Yolg'iz baliqlar esa o'zini sevishni boshlash orqali haqiqiy va barqaror munosabatlar sari yo'l oladi. Ishda yulduzlar sizga muvozanatni saqlash va ijodiy yechimlar topishga yordam beradi. Qiziqishlaringizni rivojlantirish, yangi malaka olish yoki volontyorlik loyihalarida ishtirok etish kuningizni boyitadi. Suv elementlariga tegishli faoliyat, masalan, suzish yoki yengil mashqlar sizni tetiklantiradi. Umuman olganda, bugun siz ongli, ehtiyotkor va ijodiy bo'lsangiz, kuningiz chiroyli va samarali tugaydi. Shunday qilib, aziz burch egalari, 14-noyabr sizga yangi hislar, yangi imkoniyatlar va eng muhimi ichki uyg'unlik olib keladi. Har bir so'zingizda mehr, har bir qadamingizda ishonch bo'lsin. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Ertangi yulduzlar sadosida yana uchrashguncha yorug' kunlar tilayman. Xayr, salomat bo'ling.